من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa Ebul Barakat en-Nesefi rahimahullah yazgan Menarul Envar namlıq usul fiqh haqqında yazılgan bu metnin şerhi Molla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Envar namlıq bu şerhi kitabının xas bölümünün emir babının tarmıqı bolgan Bayanu Husnil Me'mur bihi. Yani Allah Azze ve Celle bizni buyurgan işlarning yaxshiligi haqidagi bayon degan keldi. Endi oldi bilan biz ma'mur bihi degan so'zni tushuntirib o'tamiz. Bizda istiloh bor. Biz amr, ma'mur bihi, al-amir, al-ma'mur. 4 tane istiloh var. Keyin inşallah buniki ikinci bab kitobning ikinci bölümünde nimada hukm babida chiqadi endi u. Hukm taklifi babida ishlayapsizlar. Bishadiki amr degan nima? Amir degan Allah subhanahu wa taala shariat. Al-amir va shari'a. Shara. Amr degancho, masalan Allah taolo Qur'oni Karimda bizni namoz o'qishga aqimus salah deb buyurdimi? Shu aqimus salah degan so'zning o'zi nima? Amr. Allah taolaning amr. Endi ma'mur bihi deb ma'mur bihi degancho as-salah. Yani buyurilgan yani qilishga buyurilgan ish, o'z qaysi namoz. Mungkin al-ma'mur degancho, ma'mur degan yani buyurilgan odam. Yani mukellafillah. Siz ve biz. Bu avlama tushunammi? Endi ma'mur bihi degan nima ekan? Fi'l ekan tushunammi? Shunda ma'mur bihi degan nima ekan? Fi'l. Yani Allah taolo mana shu qiling deb qilishga buyurilgan ish, qiladigan bir ish ekan. Fi'l ekanligini bildik. Endi bizda bir umumiy bir qoida bor. Kullu ma huwa amara ash-shar'u fa huwa hasanun ve kullu ma naha anhu ash-shar'u fa huwa qabihun. Ma qoida hammadan birdik. Bu qoidadan Ash'ari, Maturidi, Mu'tazila hammasi birdik. Shariat buyurgan narsaning hammasi nima? Yaxshi ish. Shariat to'sgan narsaning hammasi yomon ish. Qo'y biz uni aqlimiz orqali bilaylik, qo'yi bilinmaydi. Baribir. Endi ixtilof nada desanglar, biz ixtilofni tepib chiqish uchun cho'qim bir muqaddima tayyorlab chiqishimiz kerak. Darsga kirishdan burun bir muqaddima. Endi biz shu husn va qabih, husn va qubuh deganni tushunib o'tamiz. Husn degan masdar. Buniki sifa mushabbaha ismisi nima? Hasan. Qubuh degan masdar, buniki sifa mushabbaha ismisi qabih. Mushuni ikkisini ayirish kerak bo'ladi. Endi bizda husn deganning husn va qubuhning 3 xil ma'nosi bor. 3 xil ma'nosi bor. Biz oldi bilan ixtilofni tepib, ixtilofning negizini, javhirini tepib chiqish uchun biz tahrir mahallin nizo degan shakl bo'yicha ixtilof nada shuni tepib chiqishimiz kerak. Bo'lmasa aqiyada bimitalishi tupulan aqiyada talish deb binasi biz deydigan, ya'ni bakaga talashgan bo'lamiz. Vaqtimizni bakaga sarf qilgan bo'lamiz. Nima qilish kerak? Ixtilof nada shuni deb chiqishimiz kerak. Husn va qubuh degan 3 xil ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi mulaimut tab' va munafiruhu. Birinchi ma'nosi, ya'ni odamniki tabiatiga munosib keladigan, uyg'un keladigan ish. Husn degan qanday ish? Hasan degan. Hasan degan odamning, insonning tabiatiga munosib keladigan ish. Va qabih degan qanday desa, qabih degan insonning tabiati bundan yeginadigan, bundan qochadigan ish. İnsanning tabiati buni yoqtirmaydigan, yomon ko'radigan ish. Demak, ma'u qabih. Demak, ma'u birinchi ma'nosi. Husn qubuh deganing. Bu ma'no aqliy ekanligida hamma mazhablar, ya'ni Ash'ari, Maturidi, Mu'tazila hammasi birdek. Demak, nima uchun biz bunda vatimizni saqlab? Chunki bizda hozir bu yerda 3 tane firqaning nimasi bor? Ixtilof bo'lmaydi. Ash'ari, Maturidi, Mu'tazilalarniki
uchlikka ixtilof bor shu masalada. Shunga biz shu uch ixtilofni kelimizni tushunish uchun avval tushunishimiz kerak. Ixtilof nima deganda u nima bo'ladi, nima haqida ixtiloflashdi desanglar, Mu'tazila deydi, ishning qabihligi, yaxshiligi, yomonligi hammasi aqliy deydi. Aql bilan belgili bo'ladi deydi. Aql bilan belgili bo'ladi, aql bilan hukm chiqaramiz deydi. Ash'arilar nima deydi? Ishning yaxshiligi, yomonligini aql bilan belgili bo'lmaydi. Aql bilan hukm chiqara olmaydi, hammasi shar'iy. Faqat shariat bilan bilalaymiz, shariat bilan hukm chiqaramiz deydi. Maturidilar nima deydi? Maturidilar ishning yaxshi yomonligini ba'zilarini aql bilan belgili bo'ladi. Hammasi emas, ba'zilarini belgili bo'ladi. Aql bilan belgili bo'ladi, ammo hukm chiqara olmaydi. Shariat hukmni shariat chiqaradi. Hukmni shariat chiqaradi, lekin bilishda aql bilan belgili bo'ladi deydi. Maturidi qab o'tirdi. Ash'arilar bilan nimadan Mu'tazilalarniki o'tirdi. Mu'tazilalar bir tutash hammasi aqliy deydi, Ash'arilar hammasi shar'iy deydi. Maturidilar qab o'tirdi turdi. Demak, Maturidilar Ash'arilar bilan nima jihatda shariatni hukm qilish jihatida Ash'arilar bilan birga bo'ladi, aql bilan belgili bo'ladi degan jihatda Mu'tazilalar bilan birga bo'ladi. Qab o'tirdi. Xayrul umuri awsatuha. Endi biz o'ylaymiz. Unda olsa Ash'arilar bütün ishni shu aql bilan belgili bo'lmaydi, hamma ish aql bilan belgili bo'lmaydi hamda desa, yo'q. Bu yerdagi hammalarni birdek bo'lgan yerimiz bor, ixtiloflashgan yerimiz bor. Hammalarni birdek bo'lgan yer qolsa, birinchi ma'no qolsa mulaimut tabi va munafiruhu. Ya'ni insonniki tabiati xohlaydigan, yaxshi ko'radigan, muvofiq keladigan ishlar yaxshi ish. İnsanın tabiati yoqtirmaydigan, jerginadigan, qochadigan ishlar yomon ish deganda uchalari birdek. Bu Ash'arilar yo'q unda emas, buni aql bilan belgili bo'lmaydi deb tura olmaydi. Ash'ari degan manda bir o'ddas aqli yo'q odam emas. Bu masala yo'q. Ikkinchisi sifatul kamal va sifatul nuqson. Ya'ni hasan degan qanday ish? Kamil sifatlar. Masalan, nimaga o'xshash? Endi babaytga boshqa misol keltirib bermoqchi masalaga. Masalan, tabiat yoqtiradigan masalan xushallik. Farah, masalan, kal farah. Xushallikni hammadan tabiat yaxshi ko'radi. Shunami? Xushallikni yaxshi ko'radi, boy bo'lishni yaxshi ko'radi, rahat farahni yaxshi ko'radi. Tamam. Buni aqliy ekanligida hech kimning ixtilofi yo'q. G'am, g'ussa, balay, musibat hech kim yomon ko'rmaydi. Nima? Hammadan yomon ko'radi. Buni aqliy ekanligida hech qanday shak shubha yo'q. Hamma bilan birdek ittifoq. Endi bu bo'ldi. Endi ikkinchisi-chi, kamil sifatlarning yaxshi ekanligi, naqs, nuqson sifatlarniki-chi yomon ekanligi. Buni aqliy. Buni ixtilof yo'q. Masalan, ilm, bilimlik bo'lishning, bilimning yaxshi ekanligida nima yo'q? Hech shak shubha yo'q. İxtilof yo'q. Bilimsizlik, jahl, nadonlikning yomon ekanligida hech bir nima yo'q, shak shubha yo'q. Bunda ham ixtilof yo'q. Tamam. Buni tushundik. Ixtilof nereden bo'lsa degan uchinchisi. Üçüncüsü qolsa, yani ma yeta'allaqu bihi az-zammu fi dunya yoki fi ash-shar' va ma yeta'allaqu bihi al-madhu fi ash-shar' va as-sawabu fi al-akhirah. Ma hasan degan nima? Yani bu ishni qilsa, bu dunyoda nima bo'ladi? Yaxshi ish deb maqtaladi. Oxiratda savobga erishadi. Yomon ish degan qanday ish desa, yomon ish degan, ya'ni ma yata'allaqu bihi az-zammu fi dunya va al-iqabu fi al-akhirah. Ya'ni bu dunyoda bu ishni qilsa ayiblanadi. Yomon ish deb yana bunga sukiladi, ayiblanadi. Oxiratda bunga jazolanadi. Ma u yomon ish. Tamam, men ixtilof mishadi. Mishada 3 firqa mishada ixtiloflashgan. Mushaka vaqtida Mu'tazilalar nima deydi? Yani bu dünyada günah değildir. Bu dünyada kısa savab bo'ladigan, bu dünyada bu kısa yaxshi ish deb madhilanadigan, oxiratda savab bo'ladigan ish ne biz aql bilan bilalaymiz. Aql bilan bilalaymiz. Undan keyin shariat bizning aqlimiz bo'yicha shariat bunga hukm keladi. Agar farzand bittaqdir. Agar shariat kamigan bo'lsa ham o'xshashda bo'ladi buning hukmi. Namoz o'qish farz bo'laveradi. Ro'za tutish farz bo'laveradi. Ashula aroq ichish gunoh harom bo'laveradi, zina qilish harom bo'laveradi. O'xshash. Aql orqali buni biz yaxshi ish, yomon ish kerakligini bilalaymiz va nima qila olamiz? Hukm qilamiz. Farz, namoz o'qish farz, aroq ichish harom deb hukm qila olamiz. Deydi kimlar? Mu'tazila guruhi. Endi al-Ash'arilarchi.
Eş'ariler deydiki del buni aksicha. Ya'ni bizning aqlimizda bu ishning yaxshilik, ishkini yaxshi yomonligida aqli ekanligida shak shubha yo'q endi. Biz uchinchi ishda, ya'ni masalan namoz o'qish yaxshi ishmi yomon ishmi bilmaymiz. Aroq ichish yaxshi ishmi yomon ishmi bilmaymiz deydi Eş'ariler. Biz bilmaymiz. Faqat shariat aroq ichishni to'sqandan keyin biz buniki yomon ish ekanligini bilamiz. Shariat namoz o'qishga buyurgandan keyin buniki biz nima ekanligini yaxshi ish ekanligini bilamiz. Ham bilamiz, ham shariat hukm qiladi. Demak, bizda aqlimiz orqali narsa bilmaymiz. Ma turdagi, uchinchi turdagi ishni biz aql orqali bilmaymiz. Faqat shariat orqali bilamiz va shariat hukm qiladi deydi. Endi al-Maturidi guruhi, Maturidiya guruhi, ya'ni siz va bizlar. Hanafi mazhabi degan nima gap, Maturidi degan gap tushunarlimi? Maturidi degan gap nimani tushuntirdi sana? Hanafi mazhabi degan gap. Chunki Abu Hanifa, Imom Azam Abu Hanifaniki aqida tarafini kuchlantirgan zot kim? Imom Maturidi. Imom Maturidi o'zi mustaqil bir narsa deb chiqqan emas. Balki Imom Azam Abu Hanifa rahimahullah'niki Al-Fiqh al-Akbar nomli Al-Vasiyya nomli yozgan 5 tane kitap var. Aqida yozilgan. Shu aqida kitoblarni hammani to'plab, uning kenidan shuniki İmam Muhammed bilan faqat 2 dona odam bor orasida. İmam Abu Mansur Maturidi, İmam Muhammedning orasida 2 odam bor. Shu aqida tarafida nihoyat cho'nqirab bizga yetkazib bergan. İmam Abu Mansur Maturidining Ta'vilat ahli sunnah degan Qur'oni Karimniki tafsir kitoblari var masalan. Kitab-ı Tevhid degan aqida yozgan kitoblari var. Demek İmam Azamning xuddi İmam Azamning fiqhisini Abu Yusuf bilan İmam Muhammed ikki bilan yeyib taqatgandek, aqidasini kim taqatgan? Abu Mansur Maturidi rahimahulloh taqatgan. Tushundingmi? Endi Eş'arilar desa, Eş'arilar asosan Şafii mazhabi bo'ladi. Eş'arilar Şafii, Maliki mazhab. Şafii, Maliki mazhabi asosan nima bo'ladi? Eş'ari. Undan keyin Hanbalilar desa bular ahli hadis, ko'proq ahli hadislar. Yoki hozir Vahoblar yoki ahli hadislar, Fudalaul Hanabila deb ataymiz uni. Hammasi ahli sunnah. Bularning hammasi ahli sunnat va jamoat. Xo'sh, endi biz nima keldik? Maturidilar keldik. Endi Maturidilar nima deydi desa, biz dastlabki ikkita aql ekanligida shak shubha yo'q, ittifoq. Uchinchi nusxada, ya'ni bu ishni qilsa bu dunyoda madihlanadigan, oxiratda savob bo'ladigan yoki bu dunyoda ayiblanadigan, oxiratda jazo uchraydigan ishlar bo'lsa, buni biz aql orqali bilalaymiz deydi. Aql orqali buni bilalaymiz. Ma'ishning yaxshi ekanligini, ma'ishning yomon ekanligini, lekin bunun vacib yoki farz yoki sunnat yoki harom ekanligini bilmaymiz. Hükmünü bilmaymiz. Aql orqali hukm qilolmaymiz, lekin yaxshi yomon ishni bilalaymiz. Masalan, biz zina qilishning yomon ekanligini aqlimiz orqali bilalaymiz. Aroq ichishning yomon ekanligini aqlimiz orqali bilalaymiz. Chunki aroq ichgan odam yomonlik qiladi, xudlarni uradi, tillaydi, boshqalarga aziyat beradi, o'ziga ziyon uradi masalan. Demak biz namoz o'qishni yaxshi ekanligini qanday bilalaymiz desa, ya'ni namoz o'qish degan gap yaratgan Rabbini tunish bilan bo'lgan bir aloqada, yaratgan Rabbini aslash, Rabbga ibodat qilish degan gap. Ibodat qilishlikni biz yaxshi ish ekanligini nimamiz bilalaymiz, aqlimiz orqali bilalaymiz deydi. Ammo buni biz farz yoki aroq ichish harom, namoz o'qish farz, namoz 5 rakat, 10 rakat degan bunda hukmlarni biz buni bilmaymiz, aql orqali bilmaymiz. Buni da biz shariatga muhtoj. Anladın? Demek biz bu yerdeki tahrir mahallil xilaf nizoni biz tep chiqib bo'ldik. Endi Maturidilar o'sha yoqda qab turdi, u tarafga emas, bu tarafga emas. Eng to'g'ri yo'l mushu deb o'ylaymiz. Hatto nurg'ulg'an bizniki Misrdagi nima Eş'ari ustozlarimizmi? Eş'ari ustozlarimiz mushu masalaga kelganda nima deydi? Biz ma masalada Maturidi deydi. Biz ma masalaga kelganda biz Maturidi, biz haqiqatda Maturidilar bu masalada haqiqatan to'g'ri degan deb Eş'ari ustozlar Maturidiga yutib oladilar. Asas to'liq ko'pinchisi shunda. Yeni bilganda eng oxirida bir masala qoldi. Demak biz aql orqali bilgili bo'ladi, lekin hukm qilolmaydi tushunama. Mushu qoida bo'yicha İmam Azam Abu Hanifa rahimahullohning bir kelgan bir qavli bor. Ma'rifatul Xoliq. Alloh taoloni tunish. Agar payg'ambar avatilmagan sharoit ostida Alloh taoloni tunish vojib bo'lamdi, vojib bo'lmamdi degan bir so'z. Shu masalada Abu Hanifa rahimahullohning bir qavli kelgan bo'lsa, agar Alloh taolo payg'ambar avatmagan taqdirdami yoki
Aşı bir taq turadi, hech qanday bir bunaqa da'vat yetmagan yerga cho'ngan taqdirda bu aql orqali yaratgan Rabbini tunish kerak. Namoz, zakat degandek nimalar shariatniki uni bilmasin bo'ladi, chunki u lekin yaratgan Rabbini tunish vojib deb ma'rifatul xoliqni tunish vojib degan bir qavl kelgan Imom Abu Hanifa rahimahulloh. Ammo bizniki Maturidi mazhabida ish qilib kirib shu masalada. Kimki muhaqqiqlar nima degan? Ya, bu Maturidilarning bu bo'yicha aql orqali bilalaymiz, ya'ni aql orqali yaratgan Rabbimizning kimligini bilalaymiz aql orqali, ammo bu vojib emas. Ya'ni agar bir odamga payg'ambarlik kelmay turib, uni payg'ambarlik uchun kelmagan bo'lsa, ishimini hukm etib ketgan bo'lsa, Alloh taolaniki va ma kunna nima bir oyat bor. Hatta nab'atha rasula degan. Va ma kunna mu'azzibina va ma kunna bimu'azzibina hatta nab'atha rasula degan oyat. Ya'ni biz payg'ambar aytmay turib hech qanday bir qavmni azoblovchi emas, azoblamaymiz degan oyatlar bo'yicha nima qiladi? Bunga jazo kelmaydi, azob kelmaydi. Deydi bu Ash'arilarning mazhabi ham shu. Lekin bizniki Maturidilar shu yoqda ikki xil ko'z qarash kelgan. Demak, ma'rifatul xoliq masalasida aql hokim degan bir qismi bizniki mazhabdan. Ammo bir qismi cho'ya, aql mutlaq hokim emas. Balki aql bilan bilalaymiz, ishni yaxshi amalligini, ammo buni hukm chiqarmaymiz. Hukm chiqarmagandan keyin bunga nima kelmaydi? Bunga mas'uliyat kelmaydi-da. Xo'sh, endi bu yerda nima demoqchi? Endi muqaddima tugadi, ha? Tushunib bo'ldi. Endi mushundoq yaxshi ish dedik bir ishni. Mushuk bo'lgan yaxshi ish, qarindoshlar, ba'zida hasanun li aynihi bo'ladi. Shu ishning o'zi yaxshi bo'ladi. Ba'zida hasanun li g'ayrihi bo'ladi. Ya'ni bu ishning o'zi yaxshi emas, lekin bu ish boshqa bir yaxshi ish qilib beradi. Mush qilgan ishimizning o'zi boshqa bir yaxshi ish qilib beradi. Shu sababdan bu yaxshi deb ataldi. Xo'sh, endi hasanul li aynihi degan bu ish qanchaga bo'linadi desanglar, bu 3 ga bo'linadi, 3 qismga bo'linadi. Hasanul li aynihi 3 ga bo'linadi. Birinchisi ya'ni qat'iy saqt bo'lishni qabul qilmaydigan, abadan saqt bo'lmaydigan, ya'ni gadanni saqt bo'lmaydigan, ya'ni uniki vojiblikni saqt bo'lmaydigan va uniki husn, ya'ni yaxshilik degan sifatimi saqt bo'lmaydigan. Katta tasdiq masalan. Qalbdagi iymon, qalbdagi tasdiq, iymon. Matildagi qaramasa, qalbdagi iymon nima bo'lmaydi? Abadan saqt bo'lmaydi. Har qancha bir odam o'ldirilib, ko'ydirilib, qiyin qistoqqa ilingan taqdirdimi, qalbdagi iymon nima bo'lmaydi? Abadan saqt bo'lmaydi, buni yaxshilik sabit bo'lmaydi va uning hukmi saqt bo'lmaydi. Lekin saqt bo'lgan qancha desa, masalan iymonni basab tunishganda iymonning 3 rukuni so'a, biri rukun asli va tasdiq, ya'ni bir rukun zaid bo'lsin va al-iqrar. Yahtamilu suqut inda al-ikrah degan tut. Ya'ni agar majburlansa bir odam iymonni tashlashga majburlangan chaqda saqt bo'lishini nima qiladigan, saqt bo'lishini ehtimol keltiradigan rukun zaid degan edi. Masalan, tasdiq deyishga tasdiq har qancha majburlansa saqt bo'lmaydi, hech qachon. Go'zallikmi saqt bo'lmaydi va nimaligimi hukmi saqt bo'lmaydi. Ammo iqrorchi desa iqrorniki husn, go'zalligi saqt bo'lmaydi. Ammo hukmi qistalgan chaqda saqt bo'ladi. Ya'ni agar bir odam qalbi iymon bilan va qalbi mutmainnun bil iymon, qalbi iymon bilan noit orom topgan bo'lsa, tilida kufr so'zlab solgan bo'lsa, Alloh taolo uning gunohini mag'firat qiladi. Ammo nima ishqa husnligi uning go'zalligi saqt bo'lmaydi desa, agar bir odam chidab sabr qilib ulab kelsa, u nima degan go'zal? Texmi go'zal bo'ladi masalan. Endi buningdan aksi bir ish bor. Bu nima qildigan? Hukmini saqt qildigan, ba'zida nima go'zalligini saqt qildigan ish bor. Masalan, salat, namoz o'xshash. Namoz degan yaxshi ish, shundaymi? Ammo ba'zi chaqda hez ko'p qasb odam, hez ko'p qilgan ayol namoz o'qiganda bo'ladi. Hez ko'p qilgan odam namoz o'qiganda bo'ladi. Yomon ish qilinib qoladi. Namoz o'zi yaxshi ish, ammo hez ko'p qilgan ayol namoz o'qisa, yomon ish qilgan bo'ladi. Namoz o'zi yaxshi ish, junub bo'lib qolgan odam namoz o'qisa, yomon ish qilgan bo'ladi. Demak, bu ikkinchi qismi qasgan, ya'ni suqutni qabul qiladigan, hez ko'p qilgan namoz o'qimaydi, saqt bo'ladi, shundaymi? Uni keyindan uni husni bilan saqt bo'ladi, go'zalligi. Hez ko'p qilgan namoz o'qsa gunohkor bo'ladi. Demak, bu ikkinchi turi bo'ldi.
hasanun li aynihi ikinci türü. Üçüncü türü olsa kalsın insanlar mulhakan bihi. Yani hasanun li aynihi'ya kuşu etilgen kısmı. Anladın? Bir taraftan karısak neye okşaydı o? Bir taraftan karısak hasanun li gayrihi okşaydı o. Ama yeni bir taraftan karısak yeni bir taraftan gözü tutup biz nemi kuşu attık? Ama hasanun li aynihi kuşu attık. Zakat okşu mesela. Zakat degen karısanla pulunu kamlatish asli. 100 koy pulun olsa, mesela 1000 koy pulun, 10 ming koy pulun olsa 250 koyunu chiqarsizlar. Qancha pul qamlab qoladi pulinglar? 9850 ga olib qoladi da. Anda 9750 qalamda 750. Tamam, anda qilgan bo'lsa, demak bu yamashga pulni qamlatishgan qo'y desa, lekin fiqhlarning hojatlarini ravo qilishba. Mayaştır bilan qo'yiblar, biz mayat materialini ko'rib, nima qo'shyaptik buni? Yaxshilik qo'shyaptik. Demak, shunday ma hozir asosiy bugungi darsimiz mush bo'lishi mumkin. Agar vaqt bo'lsa, buniki hasanun li g'ayrihi nima olamiz. Vaqt bo'lsa, vaqt bo'lmay qolsa, hasanun li aynihi bilan to'xtaymiz. Ana hasanun li g'ayrihi ma yana asli to'g'ri inchki hisob taqsim qilsak, ikkiga bo'linadi. Anladın? Musamaha tasamuh bilan taqsim qilsak 3ga bo'linadi. Biri hasanun li g'ayrihi yataadda bi nafsi. O'ziga bevosita ado qilinadigan hasanun li g'ayrihi. Yana birisi hasanun li g'ayrihi la yataadda bi nafsi. O'zidan bevosita ado qilinmaydi, balki bir vositadan ado qilinadigan. Bu sanib 3-chisini qatib qo'ygan, u bo'lsa, shuningda shart bo'lgan, yaxshilik shart bo'lgan. O'zi asli yaxshi, yoki o'ziniki yaxshilik qilib hasan aynihi yoki hasan g'ayrihi yoki hasan mulhaqan bihi. Ammo buningda bir shart, yaxshi bo'lgan bir shart qo'shilgan buni. Yaxshi bo'lgan bir shart qo'shilgan. U bo'lsa, masalan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha degandagi qudrat, ya'ni mush ishlarning hammasini qodir bo'lgan odamni bo'lish. Qodir bo'lmagan odamni bo'lmasdan iborat bir yeni bir yaxshi sifat qo'shilgan. Buni aslida shu 5 qism bo'ladi. 5 qismning hammasiga am. Buni ayrim shaklda keltirdi, ammo hammasi 5 qismga am. Shuning bilan demak buyurilgan ishki yaxshilik hammasi shu qismlarda so'zlaymiz. Undan keyin buni tutib bo'lgandan keyin manhiyat, ya'ni tuzalgan cheklamadagi yomonlikning keyingi qismini so'zlaymiz. Xo'sh. Summa lamma faraga al-musannif rahimahullah. Dersin asas mezmunmuş. Muşu gapni tushungan bo'lsanglar, ders tushunildi xolos. Mushuni tushunmasanglar, foydasi yo'q. Mush kitobni 10 qadam takrorlasang foydasi yo'q. Ondan keyin musannif rahimahullah an bayani anva'il adai vel qada. Ada bilan qadoning turlarini bayon qilishdan farq bo'lib, shar'a fi bayani husnil ma'mul bihi. Ma'mul bihning yaxshiliqini bayon qilishga shuru qildi. Faqal, shuru qilib bunday dedi. ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم. ولا بد للمأمور به، مأمور به يعني الله تعالى bizga buyurgan, yani buyurilgan ishqa min sifatil husni degan gap, bunaqa bir yaxshilik, go'zallik, yaxshilik deb bir sifatdan bo'lishi lozim. Nimishqa bunda degan gap, ya'ni va ma amala ash-shar'u fa huwa hasan. Shariat buyurganning hammasi nima bo'lishi kerak? Yaxshi bo'lishi kerak. Nimishqa desa darurata annal amira hakim. Degan shu nima darurata degan fatha mansub, nima uchun mansub deganigina maf'ulun lah. Maf'ulun li ajlihi. Ya'ni li ajli darurati annal amira hakim. Ya'ni amir degan kim? Allah subhanahu va taolo va taqaddas. Buyuruvchi Allah subhanahu va taolo va taqaddasning hakim, hikmatli zot bo'lganligining zururiyati degan gap, ya'ni Alloh taolo hikmatli bo'lgandan keyin tabiiyla degan gap, darurati tabiiy degan gap. Hikmatli bo'lgandan keyin tabiiyla hikmatli zotniki buyurgan buyrug'ining bo'ladi, hikmatli bo'ladi. Hikmat degan qanday hikmat desanglar, hamma ishni o'z joyiga qo'yish degan gap. Ya'ni yaxshi ishni o'z joyiga qo'yish, yomon ishni o'z joyiga qo'yish. Alloh taolo hikmatli zot bo'lgan, Alloh taoloniki buyrug'i tabiiykining bo'ladi. Hikmat bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Bunda deganlik Mu'tazila guruhi deydi, o'zimiz hukm chiqaramiz. Bizni yaxshi ishni yomonlig'i o'zimiz hukm chiqaramiz. Shariat buni ta'kidlaydi, muakkid bo'ladi deydi. Shariat hukm kelsa kuchdan hukm bo'ladi deydi. Biz-chi? Yo'q, biz aqlimiz orqali bilalaymiz ishni yomon, yaxshi ekanligini. Ammo hukm chiqarmaymiz, lekin Alloh taolo
bizning o'sha aqlimizni orqali biladigan o'sha yaxshi degan ish bo'yicha nima yaxshi ishlarga hukm qilib beradi, yomon ish bo'yicha yomon ishlarga hukm qilib beradi. Nimishqa? Chunki Alloh taolo hakim, hikmatli zot. Endi biz aqlimizda nima deganki bir ishni yomon deb bildik. Lekin Alloh taolo bu ishni aksi hukm qildi desa, u chaqda aqlimiz xatolashgan bo'ladi. Hakim xatolashmaydi. Xatolashganda keyin bizning aqlimiz. Aqlimizdagi nuqson. Kamil aql xatolashmaydi. Aqlimizning kamtukligi, kamchilik sodir bo'lganligi uchun biz xatolashdik. Shun Qur'on karim bu shaqda oyat nozil bo'ldi. Asa an tuhibbu shay'an fa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Ya'ni oyat karimada deydi-ki, sizlar bir ishni yaxshi ko'rishingiz mumkin, u sizlarga yomondir. Sizlar bir ishni yomon ko'rishingiz mumkin, u sizlarga yaxshidir. Alloh taolo biladi, sizlar bilmaysizlar deyapti. Ya'ni bu shuningdan demak bizning aqlimiz mukammal emas. Tushunamizmi? Lekin agar to'g'ri tahlil qilsak, aqlga qarama-qarshi kelmaydi shariat. Buni bilish kerak. Yani hamda bu sene bizga da'vatdiki la budda an yakuna al-ma'muru bihi hasanan indallohi ta'ala qabla al-amri. Ma'mur bihi Alloh taolaniki nazarida yoki Alloh taolaniki dargohida qabla al-amrdan burun hasanan bo'lishi lozim. Ma'mur bih Alloh taolo bir ish qilib burishdan burun Alloh taolaning nazarida nima bo'lishi kerak? Bu yaxshi bo'lishi lozim. Walakin tu'rafu zalika, yani ma'mur bihining yaxshiligi, zalika deganida ma'mur bihining kavnuhu hasanan, yani ma'mur bihining yaxshi ekanligi bil amr bilan bilinadi. Alloh taolaning amri bilan bilinadi. Nimishqa darurata anna al-amir hakim. Yani buyruqchining hikmatlik bo'lishidan iborat bir zaruratning jitidan. Buyruqchi hikmatli bo'lganligidan tabiiyla uning buyurgan buyruqimi hikmatlik bo'ladi, ya'ni yaxshi bo'ladi. Vel hakimu la ya'muru bil fahsha. Hakim degan yomon ishlarga buyurmaydi. Balki yomon ishlardan to'sidi. Va hada indana, mana bu shu bizning ko'z qarashimizda, ya'ni kimlarning ko'z qarashida? İmam Maturidi ahli sunnatning bir qismi bo'lgan Maturidilarning ko'z qarashida. Va indal mu'tazila, amma mu'tazilaning ko'z qarashida desa, al hakimu bil husni val qubhi. Ya'ni bir ishning ma'mur bihining yaxshiligi va ma'mur bihining qabihligi bilan hukm qiluvchi huval aql, bu aqldir. La dakhla fihi lish-shar. Unda shariatning hech bir aloqasi yo'q. Shariat kirolmaydi uni hukmni qilganiga deydi. Va indal ash'ari, amma imom ash'arining ko'z qarashida al hakim bihima, ya'ni husn ma'mur bihining yaxshiligi va ma'mur bihining yomonligi bilan hukm qiluvchi kim? Huwa shariatdir. La dakhla fihi lil aql. Buningda aqlning hech bir aloqasi yo'q. Aql kirolmaydi bu yerga deydi. Tabiiyki biz nima deymiz? Bizmi hokim shariat deymiz. Bu yerda biroz tasammuf bo'lmaydi. Biz nima deymiz? Buyruqchi biz aql orqali nima qilaymiz? Yaxshilik amal qilib bilalaymiz, ammo hukmni kim qilish shariat chiqardirmish deymiz. Bu yerda al hakim deb qo'ydi faqatlamaydi. Tasammuhan nima? Buni nima deb qo'yamiz? Tasammuhan. Yaxshi bir istiloh bor. O xato debdi demaymiz, deymiz. Tasammuhan deb. Ba'zan masala demak bunda inchki so'zi yuzaki so'z deb kelsa, buni biz deb qo'yamiz, tasammuh deb qo'yamiz. Bayanu anva'il hasan. Endi biz yaxshi bo'lgan ma'mur bihning turlarini bayon qilishga keldik. Summa shar'a andaki musannif rahimahullah fi taqsimil hasani ila aynihi va ila g'ayrihi. Andaki musannif rahimahullah hasanni ma'mur bihi yaxshi bo'lgan ma'mur bihni hasanun li aynihi, hasanun li g'ayrihi deb taqsim qilishga shuru qildi. Va taqsimi kullin minhuma ila aqsamihima va hasanun li aynihi va hasanun li g'ayrihi har birini o'zining qismlariga taqsim qilishga temshaldi, kelishdi. Kelishib faqal amundaq dedi. Va huwa, ya'ni hasan deganimiz hasan yana al-hasanul ma'mur bihi yoki al-ma'mur bihi al-hasan. Yani yaxshi bo'lgan ma'mur bih imma an yakuna li aynihi, ya o'z ayni uchun bo'lishi, o'zi uchun, ya'ni demak buniki yaxshilik o'zining zotida bor. Bu ishning o'zi yaxshi ish. Yani al-hasanu, yani yaxshi ish imma an yakuna li zatil ma'mur bihi. Ma'mur bihining zoti uchun bo'ladi buni yaxshiligi.
Ve en yekuna husnuhu fi zati ma vudi'a leh. Yani aşu koyulgan narsenin özü de buludu. Aşu ma'muru bih koyulgan narsenin özü de buludu. Min gayri vasita. Yani hiç bir vasıtsız. Yani bu işni ma işni kılsam, ma işni ben ma iş için kıldım degan gap yok. Muş iş için kıldım. Muş iş yaxşı bakalım için kıldım. Ve hâzâ selâsetu enva'. Bu üç türlük buludu. Alâ mâ kâl. Yani musannif degan bo'yicha. Demak, mishadim alâ mâ kâl deb onu nima chiqib turadi o? Men unda deb aytdim, bundan mı bek inchki taqsim qildim ya musannif tasamuhan deb qopdi deb davat. Ve huwa musannif degani bo'lsa imma alla yaqbala suquta aw yaqbala. Yani hasanul aynihi ya qat'iy saqit bo'lishni qabul qilmaydi. Saqit bo'lmaydigan. Yoki saqit bo'lishni qabul qiladi. Ikki qism bo'ldimi? Yani ashu hasan ma'muru bihtin ay la yaqbalu zalikal husnu as-suquta min al-ma'mul bih. Husnu desek yani masdar şu normal. Hasanu desek ma'mul bih'nin ki sıfat buludu. Husnu desek şu masdar. Yani ashu güzellikin, ashu yaxshilik ma'mul bih'in saqit bo'lishini qabul qilmaydi. Ma'mul bih'in ajrimaydi demekçi. La yanfak. Ajrimaydi. Belki bel yakunu daiman hasanan ve ma'mulan bihi. Belki bu ma'mul bih daiman hasanan yaxshi bo'ladi va ma'mulan bihi degan gap va ma'mulan bihi bo'ladi. Davomli shuning buyurilgan vojib hukm turaveradi. Alal mukallaf. Mukallafga va vojiban alal mukallafga vojib bo'lib turaveradi. Bu birinchi turi. Katta tasdiq masala, tasdiq o'xshash. Aw yaqbalu suquta fi hin min al ahyan. Yoki vaqtlardan bir vaqtda, chaqlardan bir chaqda, zamonlardan bir chaqda ma'lum sabab li uzr min al a'zar degan o'zlarning shariat qabul qiladigan o'zlarining bir o'zr sabablik saqit bo'lishini qabul qiladi. Demak, ikkiga bo'lib bo'lingan bo'ldimi? Uchinchi qism bo'lsa aw yakunu va huwa imma an yakuna va aw yakuna bo'lgan. Aw yakuna mulhaqan bi hadha al-qism lakinnahu mushabihun lima hasuna li ma'nan fi ghayrihi. Yoki bu mushu qismga xos qilsam hasanul li ayni degan qismga qo'shib o'tiladi. Biroq bu qo'shib o'tilgan bilan o'zining g'ayridagi ma'ni uchun yaxshi bo'lgan qismga o'xshib qoladi. Ya'ni ay yakuna al-ma'muru bihi mulhaqan bil hasani li aynihi. Ma'muru bih hasan li aynihiga qo'shib o'tilgan bo'lishi. Lakin biroq u mushabihun lil hasani li ghayrihi. O'zining g'ayri uchun bo'lgan yaxshi ishga o'xshib ketadiganligi. Fa huwa zujuyatin. Undaqda bu uchinchi qismi ikki taraf demek. İki yüz var bunun. Ve innema cealehu demek bunu aksam hasanli aynihinin kısmının kılışı medik innema diyen çok bir nemenin ya ki bir itirazın cevabı bulundu ya ki bir mukarrer takririndeki cevabı takrir mukarrer oldu. Mesela ne bulab bu kısım iki cihetlik olsa ne için bunu ne ki hasanlı gayrihi de kılmay ne için hasanlı aynihi de kıldı ne bulab bu taraf racih olup gitti de sebep olsa bu cevabını biliyordu ki innema cealehu min musannif bunu min aksamil hasani li ayni hasani aynihinin katlarını kılışı ne içinse itibaren lil asli kema setaqifu aleyhi fima ba'd. Sen ikinci bilirsen aslını katağa kalın cüzdürün. Çünkü bu meselede zakat meselesinde el asıl huve nema hasan. Hasanun li aynihi. Bas bunu yeni bir cihattan kalırsa bunu kendin bu hasanun li gayrihi buludu. Şu zaman aslı katağa kalındaydı. Bunu siz ikinci bilip alırsınız. İkinci bilip alırsınız dedi. Bunun ikinci katağda tüvende bunu düşündürüp buludu şuna hemizde. Velakin fit taksimi musamaha. Bırak muş taksimdi mi? Sizler ters düşünüp atkan taksimdi mi? Nemde adı dedim. Musamaha yani yüzek taksim kılıyor. Bunu tekimi inç kılsak tekim abdan taksim kılımız değil. Vel vacib ayakul. Biz kanda kılımız Molla Ciyon Ebul Berekat Nesefi yaxşı yüzek taksim kılgan olsa siz bir çoğunqor inçik taksim kılıp bırana dese bunda değmez de olur. Vel vacibu ayakul. Aslında bunda değiş kirek idi. Ve huve imma ayakuna li aynihi bizzat. Ya bu ma'mur bihindeki yaxşılığı hasan bo'lgan ma'mur bihinin yaxşılığı ya o'zining ayni uchun bo'ladi hasanul li aynihi bizzat zat bilan bo'lgan
Yani üzülen bo'lgan yaxshi ish bo'ladi. Ev bil vasita yoki bir vasita bilan bo'lgan yaxshi ish bo'ladi deb ayirish kerak edi. Vel evvelu birincisi üzülen bo'lgan yaxshi ish alla yaqbala suquta aw yaqbala. Saqit bo'lsa qabul qilmaydi yo qabul qiladi deyish kerak edi. Unda demay buni hasanul li aynihi hasanul li ghayrihi deb qo'ydi deydi. وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرا. Musanniftin bu muşu taksimde adessiz cek tesamühler yüz berdi deydi. Halas. Hem de bizge ne atıdı o şu lafı neşri mürettep yolu olan. Bence Musannif Ebu Bekir Nesefi'nin taksimi tesamühümüz naydi yaxşı bulayım. Azimen Molla Cun Rahimahullah'ın taksimini takıma muakkate bile kaldım yani muakkat. Tesamühümüz yani biçik. Bu yaxshi mümkün lekin Musannifniki Ebu Berekat'niki taksimi intihar tushunish bo'ladida. Ket tasdiqi ve salati ve zakah. Mesela tasdiq, namaz, zakat o'xshash. Yani lafni neshi murattab bilan keltirdi. Lafni neshi murattab bilasizmi o? Yani bir meseleni umumiy shaklda keltirdi, mujmal shaklda. Undan keyin birinchisiga avvalan birinchisini tafsili bayan qildi, undan keyin ikkinchisini tafsili bayan qildi, undan keyin uchinchisi bayan qildi. Yani tartib bo'yicha bu lafni neshi murattab bo'ladi. Lafni neshi g'ayr murattab degan tushunsanlar, lafni neshi g'ayr murattab degan mujmal shaklda keltirildi. Undan keyin oxirgini baldi bayan qildi. Avval qilib keyin bayan qildi. Mana bu lafni neshi g'ayr murattab. Har ikkinisi ilmul badi'ni keyin biladi. Ilmul badi' niki turlardan. Mesela neşera ala tertibil laffi deydi. Çünkü lafı neşr murattab olan çaş diye bunu deydi. Yani neşr deydi yani. İsmi neşr. Fel evvelu yani birincisi et-tasdiq misalun lima la yaqbalu suqut yani. Biz ne degan toq? Birincisi qat'i saqif qabul qilmaydi dedik ma? Yani hasanul li aynihin birincisi qat'i saqif bo'lishi qabul qilmaydigan dedik. Fa inna at-tasdiqa lazimun alal mal. Çünkü tasdiq degan insonga lozimdir. Ve la yesqutu anhu ma dama aqilan balg'an. Aqlan babul degan, balog'atga yetgan bo'ladigan bunun geldiğinden ebeden tasdiq saqlanmaydi. Buniki tasdiqning hukmi vojibligi saqlanmaydi, husn degan güzelligi saqlanmaydi. Ve lihada la yazulu halal ikram. Muşu sebepten mecburlanıp bizni ötürmeyen deb turgan vaqtidami ebeden zoil olmaydi, yo'qolib ketmaydi. Nimaning hukmi? Tasdiqning hukmi. فإن أكره على إجراء كلمة الكفر أجل يعني فهمت كيفات فاي تفصيل يعني أجل بالآدم كفر كلمة ديشكا كفر كلمة سوزداشكا مجبور لنسا يجوز له التلفظ باللسان قلت الأرقلق كفر كلمة سوزداش جائز بلدو بشرط أن يبقى التصديق على حاله دينجم شو شرط لنكي تصديق قلبك إيمان öz hallan qilish kerak. Og'izda deb sag'im bilan qalbida iymon mutmain bo'lish kerak. İmam bilan tushab ketgan bo'lish kerak. Og'izda deb sasimi. Unda olgandan keyin fal iqror, undaqda fa. Undaq bo'lgan ekan iqror degan yaqbar suqut. Suqutni qabul qiladi. Saqlashni qabul qiladi. Va tasdiq la yaqbaluhu qattu. Tasdiq bo'lsa siz va tasdiq la yaqbaluhu qat. Tasdiq abadil abad nimani qabul qilmaydi? Suqutni qabul qilmaydi. Ve husnu tasdiqi sabitul yani anda olgandan tasdiqniki yaxshiligi, tasdiqning yaxshi ishkanligi sabitul ayniga nimaga sabitdir? Tasdiqning o'z ayniga sabitdir. Nima ishqali? Annal aqla çünkü aql yahkumu bi anna shukrul mun'imi al-khaliqi al-vacibun. Aql shunday hukm qiladiki, in'om qiluvchi va yaratuvchiga shukr etish vojibdir deb hukm qiladi. Demek ki onu biz akıl yahkum diyen onların deyiş gerekmedi. Yani akla yudriku desek tam yaxşı bulur. Akıl in'am qiluvchiga shukr etishni va yaratuvchiga shukr etishni vojib ekanligini aql orqali biz bilgili bo'ladi. Shariat shuni qilgan, hukm qilgan, farz qilgan. Desek tam muvofiq keladi. Xo'sh, va saniya ikkinchisi misoli, ikkinchi qismi qanday bo'lgan? Ya'ni suqutni qilgan hasanul aynihi yaqbalu suqut degan tuka. Suqutni qabul qiladigan hasanul aynihi. İkincisi misalun lima yaqbalu suqut. Bu suqutni qabul qiladiganning misoli. Fa inna salata çünkü namaz tasqutu fi halil hayd ve nefas. Ayol kishi hez ko'rib qolganda
nafaslar bo'lib qolgan vaqtida holatda namoz gadanni saqit bo'ladi. Mana aytman abay junubni deb qo'yammi? O'shda nima holatda husnliki saqit bo'lgan bo'lsa kerak. Ammo bu misol bu kelmaydi. Nima qilib adam junub bo'lib qolsa, uning gadanni namoz saqit bo'lamdi, saqit bo'lmaydi. Ammo hech ko'rib qolsa-chu. Hech ko'rib qolsa nafas ko'rib qolsa gadanni namoz saqit bo'ldi. Namoz saqit bo'lganligi uning qazosi kelmaydi. Ya'ni hech ko'rib qolganda nafas holatda hukm, vojib hukm saqit bo'ldi ekan. An husnniki saqit bo'lganligi misoli hech ko'rib qolgan namoz o'qisa nima bo'ladi? Husn bo'lmaydi jo'da. Qabih bo'ladi. Demak, husnlik sifatmi saqit bo'ldi deb. Kal iqrari bil ikrah. Masalan, majburlanish bilan iqror qilgan o'xshash. Majburlangan vaqtda iqror qilgan o'xshash. Va husnus salati fi nafsiha. Qo'yim namozniki yaxshiligi fi nafsi namozning o'zidadir. Nima ish qilsa diannaha. Chunki namoz degan min avvaliha ila oxiriha. Namozning avvalidan oxirigacha ta'zimul lirrobb. Robb taoloni kattalashtir. Bil aqval degan qavllar bilan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, semiyallohu liman hamida robbana va lakal hamdu, zikr, qiroatlar bilan Alloh taoloni nima qilish, qavllar bilan Alloh taoloni kattalash va af'al. Alloh taolo qiyam qilish, ruku qilish, sajda qilish, din iborat af'allar bilan, harakatlar bilan Alloh taoloni kattalashtir. Va sanavna Alloh taologa sano etishdir. Xushu'lar Alloh taolodan qo'rqishdir. Va qiyomi binayda Alloh taoloning oldida turishdir. Va jalsatuhu bi huduri Alloh taoloning huzurida o'tirishdir. Va in kanatil kamiyat endi. Garchi namozning soni kamiyatga miqdorlari qancha rakat, kamiyatga namozning uzun qisqalik miqdorlari va ta'addadur rakat sonlari va al-awqat degan namozning vaqtlari va shartlari la yastaqillu bi ma'rifati al-aql. Bularni bilishda aql mustaqil bo'lmaydi. Ya'ni aql bilan mustaqil, yolg'iz aql bilan bilgili bo'lmaydi mavlani. Lekin aql bilan bilgili bo'ladigan qolsa, namozning bir yaxshi ibodat ekanligi. Robb taoloning oldida Allah banda o'zining Robb bilan nima munojat qilishadigan, Robbini eslaydigan, yaxshi Robbini buyuklaydigan, kattalaydigan, tasbih aytadigan ibodat ekanligini aql orqali bilalaymiz. Shundan hammani bilgildim beshidan, men ba'zini bilgildim. Lekin namozning qancha rakat ekanligini aql orqali bilmaymiz. Bu shariatga muhtoj buni bilish uchun. Ve muhtacan ila şeri'a, bu şeriatga muhtojdir. Faqat nabbahtu ana li asrariha men bu namazning sirlariga, asrarlariga Mesneviyil Ma'nevi degan kitobimda tanbih berdim. Eskartib o'tdim shuni. Shu yerga bilib ko'rsangiz tafsiloti bor deyapti. Va salis, uchinchisi bo'lsa misalun lima yakunu mulhaqan li aynihi. Uchinchisi shu hasan li aynihiga qo'shib o'tilganning bayoni misoli. Va mushabih li g'ayrihi. Hasanan li g'ayrihiniki hasanan li g'ayrihiga o'xshaydigan, ammo hasanan li aynihiga qo'shib o'tilgan qismniki misoli. Zakat dedik. Nima ishqa fayna zakat? Chunki zakat degan fi zohiri, degan zohirsiz qaraydigan bo'lsak, zakatniki zohir tashqi ko'rinishiga qaraydigan bo'lsak, idoatul mal, molni zayi qilib o'tish. 10 mingga bo'lsa 250 ko'yni bir bo'lsa, pul qancha qoldi? 9750 qoldimi? Ha, shunda qoldi. Endi undan o'zi nima yaxshi bo'ldi bo'lsa, va innama hasunat li daf'i hajatil faqir alladhi huwa mahbubulloh taala. Demak, zakatning yaxshi ish bo'lishiga sabab, ya'ni faqirning hojatini qamdash. Faqirning hojatini qamdash uchun yaxshi ish qo'ylandi. Faqirning hojatini qamdashni Alloh taolo yaxshi ko'rgan ish. Faqirlarniki beshini silash, faqirlarning ehtiyojini qondirish, hattoki hayvonotlar bo'lsa-mu, uningga yordam qilish. Hatto inson emas, masalan bir ayol, bir jalob ayoldan birisi, zino, fohish ayoldan birisi bir nimaga ishtiqa ulab qolay deb qolgan, ishtiqa usab qolgan, ishtiqa quduqdan suv olib berganligi bilan nimaga aylandi? Jannat ahliga aylandi. Ya'ni muhtojlarga bir narsa berish degan Alloh taolo yaxshi ko'rgan ish, uni qilgan odamni Alloh taolo yaxshi ko'rdi. Shu sababdan bu ish nima aylandi? Yaxshi ish aylandi. Va hajatuhu laysat bi ixtiyari. Endi meyadiki 5 ta men keyin depirman. Asli itibar bilan deb qolmay gaplaydim. Keyin depir degandim. Asli itibar bilan. Nima uchun ma 3-qism mulhaq deganimiz nima uchun hasanat li g'ayrihi qo'shilmay, hasanat li aynihi qo'shildi deb savol so'raganda unga asli itibar bilan deb qo'ygan edi. Sharh. Bu asli nima ekan desa, va hajatuhu degan faqirning hojati, faqirning ehtiyoji laysat bi ixtiyarihi degan, u faqirning ixtiyori bilan emas. Faqirning ixtiyori nima? Deb qo'yganlar-ku. Faqirning ixtiyori nima?
Fiqhning ixtiyori boylik. Sizning uchun pul olmasa nima ixtiyor qilasiz? Dollar bo'lish ixtiyor qilasizda. Lekin buni fiqh o'ylab qoldi. Fiqh o'ylab qilishi, buni ixtiyori uniki hojati, fiqhlarning ehtiyoj bo'lib qilishi, hojatman bo'lib qilishi uning ixtiyori bilan emas. Balki bu bi mahdi xalqilloh taolo. Kazalik. Alloh taolo uni shunday namrat yaratgan, uni rizqini shunday qilib qo'ygan, oz tanishab qo'ygan. Shu sababdandir. Anda bo'lgandan bu o'zi ixtiyor qilish bo'lgandan namrat qilgan, u ko'ngilda boylik ixtiyor qiladi, boy o'g'si bor. Ammo Alloh taolo rizqini xalq odamga berdi, xalq odamga taqib qo'ydi, xalq odamga kam qo'ydi. Yabsutu rizqa liman yasha va yaqdiru liman yasha. Xalq kishiga tar berdi. Endi anda bo'lgandan biz mushu jihatni nimada ko'z tutib, fiqhning hojati asli bo'lganligi uchun biz mushu ko'z tutib buni hasanan li aynihi qatar qattiq. Va kadassom shuni ro'zimi shunga o'xshaydi. Ro'za yuziga qaraydigan bo'lsa tajvi' degan nafsini qo'saqni ochirish. Va itlafun lin nafsi, itlaf degan nima? Ya'ni nafs va itlafun lin nafsi degan gap, ya'ni nafsni Alloh taolaning bergan ne'matlaridan cheklash. Ya'ni uningga mubah bo'lgan, halol bo'lgan narsalarni yeyishdan nafsini cheklash, to'sab qo'yish degan bo'ladi itlaf degan. Nafsini o'ldirish degan bo'lmaydi, lekin nafsini nima qilish? Cheklash. Endi bu yani nafsini qo'zoqni ochirib o'zini o'qitish degan gap endi. Yuksalasi yemaslik qarmoqqa bu yomon ishdek ko'rinadi. O'zini ochib qo'yish degan qarmoqqa yomon ishdek ko'rinadi, ammo va innama hasuna buning yaxshi bo'lishligi sabab liqahli nafsil ammara allati hiya aduvullah. Yani Alloh taolaning dushmani va insonning o'zining dushmani bo'lgan nafsi ammara, yomonlik bo'lgan nafsini qahr qilish, izish uchun, azgarlik uchun nima bo'ldi? Yaxshi ish deb, ro'za yaxshi ish deb qaraldi. Shuni bilan mulhaq nima qo'shitildi? Hasanul aynihi qo'shitildi. Va hadal adu va hadil adavatu amdi bu adovat, ya'ni Alloh taolaniki nafs ammaraning Alloh taolaning dushmani bo'lishi va bizning o'zimizning bu dushmani bo'lishi nima bilan deb bi xalqillohi taolo, Alloh taolaning yaratishi bilan bu. Nima bilan emas? Biz foyda qilmadik u nafs ammarani, biz foyda qilganlarni Alloh taolo yaratib qo'ygan. La ixtiyara lin nafsi fiha, degan nafsning unida hech bir ixtiyor huquqi yo'q. Shunda bo'lgandan keyin bu shu jihatni e'tibor qilishdan nima qatildi? Hasanul li aynihi qatildi. Va kadal hajju fi nafsihi sa'yun. Shuningdek, hajmu o'zida, o'z nafsida sa'iy qilish, ya'ni minish. Degan uzun safarlarga 6 burun zamonidagidek 6 oylik, 7 oylik hojidek dollarlarni chiqarib, pasportlarni chiqarib, bir umr topgan pullarni xajlab chiqaradigan, topgan tikanlarni xajlatadigan bir ish qarmoqqa. Va qat'u masofa degan uzun masofalarni kezish va ru'yatu amkinatin mutaaddidamni nurg'unlagan makonlarni ko'rish. Mana gap qoldi, nurg'unlagan makonlarni ko'rish desa buni mencha bu yomon ish emas bu. Yani nurg'unlagan makonlarni ko'rish degan gap yaxshi ish. Jiqqani ko'rish yaxshi, lekin musannif tasavvuf tushunolma. Mana tasavvuf bo'lmay tushunmaydigan gap masalan. Jiqqani ko'rish degan yaxshimi, mashma tasavvuf. Ko'p yerlarni ko'rish yaxshimi, yomonmi sizcha? Siz aytingchi. Ru'yatu amakin kathira hasanun am qabih bira'yik anta. Bilmaysiz. Sizcha yaxshimi, yomonmi? Ko'p yerlarni ko'rish, sayohat qilish, tomosha qilish yaxshimi, yomon ishmi? Yaxshi ish. Siz bilimim oshirdi uchun ko'rman deysiz. Lekin bu musannif tasavvuf ahli bo'lganlik uchun nima deydi? Yomon ish deydi. Nima ish qiladi? Chunki narsada ko'p yerlarni ko'rish orqali, men Rabbimni aslashdan nima qilaman? Kashflab qilaman deydi. Ana ashghalu bi ru'yat amakin kathira an zikrillohi azza va jalla. Jiqqani ko'p qarab o'tib Alloh taologa ibodat qilishdan, Rabbimni zikr etishni kashflab qilaman deyapti. Va illa agar bunda bo'lmagan jihatda ko'p yerlarni ko'rishda amaliyotda buni yaxshilik aylanib bo'ladi. Masalan, Alloh taolo qul siru fil ardi fanzuru. Masalan, zaminda sayohat qilinglar dedi Alloh taolo. Famshu fi manakibiha va kulu min rizqi dedi masalan. Uni keyinidan ya'ni الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات dedi. Osmon zamonga qarab jiqqani kulab, shu yaratqush haqida fikr tafakkur qildi. Agar mush ko'rgan yerlarni kulab nima qilarsa, fikr tafakkurni Allohga yurgizadi, texmi yaxshi, ammo shu degan odamni gufana qilolmaydi-da. Jiqlab qolgan seni shug'ul jiq bo'lgan seni nima qiladi? Taat ibodatdan qoladi. Alloh taolaning asosidan qoladi. Shunga bu gap to'g'ri desak bo'ladi buni. Ve innema hasuna li sharafin fil makan alladhi sharafahu Alloh taala. Endi nimish qanday Alloh bunda bir muncha buniki
Hac deganning adamni talib ilm talab qilishni qo'rqib qoldigan, bizniki jamoatlarga tabliq etkizishni qo'rqib qoldigan, nurg'unlagan safarga chiqadigan bir yo'l ekan hamda. Balkim yo'lda uylab qolishi mumkin, ha. Qaroqchi, bulongchilarga yo'liqishi mumkin. Shunday xatarlik turib nimalab yaxshilab qoldi desa, innama hasuna li sharafin fil makan allati sharafahu Alloh taala ala sa'il amkina. Ya'ni Alloh taala shu qolgan yerlardan ulug' qilgan, sharafli qilgan Baytulloh, Mash'ar muqaddasa, Arafat maydoni, Mina, mushu haramniki shirgan shirki butunlay Rasulullohniki shu izlar bayalar, Madinatul Munawvara, Uhud tog'i, hamma Mash'ar muqaddasalar. Mushu ulug' bo'lgan yerlarni ziyorat qilishni iborat bunda katta bir sharaf bo'lganligi uchundir. Va tilka sharafa, bu ulug'liq laysat bi ixtiyor amgina. Ya'ni bu makonlarni ixtiyor bilan emas, bu makonlar men o'zim ulug' bo'lay deb bo'lgan emas, balki Alloh taolo shunday yaratgan. Shunga asli mojihat, mushu jihatni ko'zda tutib turib, haj qilishga hammasi nimaga yaxshi ish, aql bilan yaxshi deb o'ylaymiz, mojihatni o'ylab. Yaxshi qatorga o'tdi va shariat hukm qildi, shunga bo'ldi vojib. Fasara ka'anna shundan ka'anna hadil vasaid lam takun haylatan. Xuddi bu vositalar lam takun haylatan fima bayna o'z arasida tusalg'an emasliklar bilan bo'lib qoldi bu tusalg'alar. Fakanat hasanatan li ayniha, shundan bu o'z ayni uchun bo'lgan yaxshi ish deb degan qatoga kirdi. Aw li g'ayrihi degan ma'vo, ya'ni inshaalloh kirdigan hafta olamiz. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.